ular operatsiya degandan keyin undan ham qo'rqib mana shu kasalliklar chiqib keldi. Xronический deb, allergiya deb shunaqa tashxis qo'yib, sinoflan tavsiya qilishdi. Sinoflan surganimdan keyin yuzlarim kuyib ketdi. Oson bo'lmadi. Yoz kunida maskalarda yurish. Xitoy tabobatlariga bordim, ulardan natija olmadim. 8 oy meni lazer bilan davolashdi. Kichkina no'xatday anaqa oq dog'imni juda ham kattalashtirib yubordi. Shunga stressga tushib, sudga beraman deb borganman. Shundan Qomus kapsulasini noyabrda o'tkazishni boshladim. 20 kun ichida qandaydir yuzimda korishniy hollar paydo bo'lib, o'zidan o'zi yo'qolib ketdi. Juda ham xursandman. Почти 95% tuzaldim desam bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar. Ba'zi tashxislar inson hayotini butunlay boshqa yo'lga burib yuboradi. Vitiligo ham shunday tashxislardan biridir. Teri ustida paydo bo'lgan kichkinagina dog' ortida ko'pincha kurashlar, katta kechinmalar va umidsizliklar yashiringan bo'ladi. Bu yo'l ko'pchilik uchun qo'rquvlar bilan boshlanadi va vaqt o'tishi bilan sabr, umid, ishonch bilan o'z nihoyasiga yetadi. Bugun mana shunday bosqichlarni bosib o'tgan yurtdoshimiz studiyamizda mehmonlar va ularni hayot kechinmalarini, tajribalarini birgalikda tinglaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Sog' bo'ling, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Rahmat. O'zingizda kuch topib, boshqa vitiligo bilan kasallangan yurtdoshlarimizga, do'stlarimizga ham yordam bo'lsin, motivatsiya bo'lsin deb studiyamizga kelib intervyu berayotganingizdan juda ham xursandmiz, mamnunmiz. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Adiba, 55 yoshdaman. Toshkent shahridan keldim. Adiba opa, xursandmiz. Bu kasallik sizda qachon, qanday qilib boshlandi? Keling shu kunlarni bir eslasak. Bu kasallik menda 1,5 yil oldin paydo bo'lgandi. Qo'rquv bo'lgan menda. Qo'rquv, nimadan qo'rquv bo'lgan? Ana endokrinologga borganman. Bo'qqoq bezlari deb. Keyin borganimdan keyin ular tekshirib, meni analiz topshirib keling. Podozreniy rak deyishgan. Shundan qo'rqib ketganman. Keyin topshirmadim uni. Yaxshi chiqdi analizlarim, boshqasi doktor aytdi, unaqa kasallik emas, topshirmaysiz analiz deb qaytarib yubordi. Boshqa doktor. Keyin yana bir anaqa больницаga tushib qoldim, yuragim anaqa bo'lib. Shundan keyin ular operatsiya degandan keyin undan ham qo'rqib, mana shu kasalliklar chiqib keldi. Demak, oq dog'lar qo'rquvdan chiqib keldi. Qo'rquvdan, stressdan chiqib keldi. Oldiniga kojniga borganimda allergiya deyishdi. Menga sinoflan surishdi, maslahat berishdi. Sinoflan surganimdan keyin yuzlarim kuyib ketdi. Oq dog'ni allergiya deb o'ylashdi. Xronический deb, allergiya deb shunaqa tashxis qo'yib, sinoflan tavsiya qilishdi. Sinoflan surganimdan keyin yuzlarim kuyib ketdi. Oson bo'lmadi. Yoz kunida maskalarda yurish. Men anaqada ijtimoiy tarmoqlarda Xitoy tabobatlarini ko'rib qoldim. Xitoy tabobatlariga bordim. Ulardan natija olmadim. 8 oy meni lazer bilan davolashdi. Kichkina no'xatday anaqa oq dog'imni juda ham kattalashtirib yubordi. Qayeringizda paydo bo'lganda uzr? Qo'limda iyak sohasida. Iyak sohasida. Keyin ko'z tepalarida, qoshlar anaqasida, peshonalarda bor edi. Demak, kichkina holchalar bo'lgan va lazer bilan keyin kattalashib ketdi u, qizarib kattalashib ketdi. Keyin lazerlarni to'xtatdim. Yana bir tabobat ko'rib qoldim. Qandaydir bad bilan davolashar ekan, uni bir 4 oy qabul qildim. Uni orasida televizordan Qomus kapsulasini reklamasini ko'rib qoldim. Xo'jayinim, "Mana shunga borasan" dedilar. Chunki televizorga har qanday anaqa reklamalar chiqarishmaydi. Mana shu Qomus kapsulasiga men ishonch nima qildim, borasan, topamiz deyishib, tagidagi nimalarga sraz telefon qildik, gaplashdik. Meni
Tohirjon mutaxassisga yo'naltirib qo'yishdi. Shundan Qomus kapsulasini noyabrda 30-sida boshladim. Уже anaqada dekabr oyi, yanvar oyi 2 oy chet elga dam olishga ketdim. Dubayga. Juda katta o'zgarish bo'ldi. Уже Dubayga borganimdan keyin 20 kun ichida qandaydir yuzimda korishneviy xollar paydo bo'lib, o'zidan o'zi yo'qolib ketdi. Bundan juda ham xursandman. Biz ham ko'rganimdan juda xursandman. Menga avvalgi rasmlaringizni ham ko'rsatishdi-da. Boya ko'rganimda haqiqatda bu yerlaringizda juda katta bo'lib ketgandi. Ko'z sohada, peshona, qoshlaringizda bor edi. Hozir mana siz ham ko'rib turibsiz. Avvalgi va keyingi holatlarni mana o'zingiz ko'ryapsiz. Juda ham zo'r natija. Muolaja lekin hali davom etyapti. Davom ettirmoqchiman. Bu qandaydir menga nima desam, kuch-quvvat, ruhiyat bag'ishlaydi. Juda ham xursandman. Yaxshi, biz ham xursandmiz. Hozir qayeringizda qolgan? Hozir qo'llarimda ozgina qoldi. Почти 95% tuzaldim desam bo'ladi. Yaxshi, bundan xursandmiz. Yana qancha muolaja qilishingiz kerak? Mutaxassisimiz bu borada nima deyaptilar? Mutaxassis yana 1-2 oy bo'lsa, bo'ldi deyishdi, lekin men to'xtatish niyatim yo'q. Yaxshi. Qandaydir menga bu ma'qul Qomus kapsulasi qora sidini. Yaxshi. O'zi qora sidinani aytishadi, juda ko'p dardlarga davo deyishadi. 100%lik tabiiy mahsulotlardan qilingan kapsulamiz boshqa kasalliklarga ham davo bo'lsa, biz bundan ham juda ham xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz. Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz. Yana o'sha kunlarga bir qaytsak. Mana aytyapsiz, lazerning operatsiyalar, lazer muolajalari, bad bilan muolajalar, yana bir nechta nimadirlar. Bularga qancha pullar ketdi, nimalar bo'ldi? Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz-ku, kichkina dog'dan yana ham kengayib, kattalashib ketdi. Buning uchun nimalar qildingiz? Ya'ni jahl chiqishlari, umidsizliklar, kurashishlar, aynan o'sha joylarga borib, mana shunday edi, mana shunday holatga keldi degan gap so'zlar bo'lmadimi? Bo'ldi, albatta bo'ldi. Lazer bilan davolashganda juda ham achishgan, qizarib, achishib, kayfiyatlarim tushib ketganman, ruhiyat tushkunlikka tushib qolganman, stress bo'lib, nima uchun aynan men endi nima xatolik qildim deb bormay qo'ydim o'zim Xitoy tabobatlariga. Keyin Qomus kapsulasini Telegram nimasida gruppasiga yaqin bir 5 oy men kuzatishda davom etganman. Qomus kapsulasini iste'mol qilishimdan oldin yaqin 5 oy kuzatganman. U yerda hamma natijalarni bo'lishadi, bir-biriga motivatsiya berishadi, rasmlar tashlashadi. Shundan keyin men Qomus kapsulasiga ishonch hosil qilganman. Xo'jayinim aytgandan keyin qachon borasan degandan keyin o'zlari telefon qilib, yana keyin Tohirjon bilan bog'lanib, gaplashib, shuni mulojalada boshlaganman. Xudoga shukr, yaxshi. Juda ham xursandman. Biz ham xursandmiz. Bunday holatni, bunday natijalarni ko'rib biz juda ham xursand bo'lamiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, o'zlari gapirib beryaptilar. Siz ham ushbu kasallik bilan kurashayotgan bo'lsangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mana shunday holatlar kechyapti deb mutaxassislarimizga murojaat qiling. Ular sizga xushmuomalalik bilan o'zlarining tavsiyalarini beradilar. Agar men hozir YouTube orqali Adiba opaning intervyularini ko'rib turuvdim, shunday degan ekanlar deb qo'ng'iroq qilsangiz, sizga 30% lik chegirmani ham qilib beradilar. Ulgurib qoling. Biz suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'sh, mutaxassislarimizga to'xtalsak, sizdan qanchada xabar olib turishibdi? Mutaxassislarga kelsak, Tohirjon menda haftada 2 marta men chet elda bo'lganimda ham
WhatsApp orqali голосовой qilib, holingiz qanaqa opa, qanaqa bo'lyapti, rasm tashlab bering. Shular yaxshi. Tohirjonga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursandman. Ko'rgan odam meni qayeringda bo'lgan ishonishmaydi. Qayerda bo'lgan hamkasblarim ham anaqa hayron qolishdi. Voy Adiba opa shunchalik bo'lgan ekan, yaxshi bo'ldimi? Ular ham sezishmagan. Chunki quyoshdan saqlanadigan krem surtib yurganman. SPF hech kim bilmagan. Hayron qolishdi. Reklamaga chiqaman shunaqa deb rasm ko'rsatganimdan keyin ular juda ham anaqa bo'lib qolishdi-da. Ishonchsiz bo'lib qolishdi, qandaydir nimaga unaqa emas edi-yu, bunaqa edi-yu deb. Hozir ko'rib endi hayron qolishadi. Adiba opa, nima ichyapsiz? Oldingi nimadan siz vazn tashlagansiz? Bu deb qolishadi. Ularga ham aytganman, olib ichinglar. Yaxshi. Demak, tavsiyalar qilishda ham bemalol tavsiya qilayotganingizdan biz juda ham xursandmiz. Xo'sh, hech uchratdingizmi? Mana bir narsaga yo'liqsang shu hayotingni yo'lingdan chiqib kelaveradi deyshti-ku. Mana shu vitiligoga chalinganingizdan so'ng mana shu vitiligoga chalingan bemorlarni ham yo'lingizda uchratdingizmi hech? Uchratdim, ko'p uchratdim. Qandaydir oldin e'tibor bermaganman men ko'chalarda. O'zimda shu narsa paydo bo'lgandan keyin bozorga chiqqanimda qadamda ko'rib qolamanda, nimaga davolanmagan, buni davosi yo'qmikan deb tushkunlikka tushardim. Keyin yo'q, davosi bor ekan. Qora sedana kapsulasi juda ham menga anaqa berdi. Yordam berdi. Yordam berdi. Juda ham xursandman. Yaxshi, bundan biz ham juda ham xursandmiz. Boyaga aytib o'tgan kasalliklaringiz yaxshi bo'lib ketdimi? Hozir yaxshi bo'lib ketdi, iziga tushib ketdi. Yaxshi, ko'z tegmasin iloyim. Aytishadi-ku, Alloh sevgan bandasiga sinov beradi deydi-ku. Hozir ham juda ko'rinishingiz yaxshi. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib, odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan va samarali vosita Qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar Qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Mana aytyapsiz, chet elda bo'ldim, dam olishda ishlar bilan chet elda bo'ldim deyapsiz. U yerga yetkazib berish qanday bo'ldi yoki bu yerdan olib ketganmidingiz? Bu yerdan men o'zi 2 oylik shu biletimni bilib turib, oraliq masofasini hisoblab, shunda olib olganman. 2 oylik kelishimga 1 hafta qolganda tugab qoldi kapsulalarim. Tohirjon bilan maslahatlashdim. Tohirjon yaxshi nimalar berishdi, anaqa dietani qattiq ushlang. Shu anaqadan молочный narsalardan saqlanib turing. Sutli mahsulotlardan. Sutli mahsulotlardan, qaymoq asosan, sut, shirinliklardan, gazli ichimliklardan. Gazli ichimliklar ichmadim 1,5 yil. Hozir endi bemalol iste'mol qila olaman hammasini. Lekin hammasi tobida. Aytayotganimiz me'yorida. Hammasi me'yorida. Hammasi me'yorida. Yaxshi, o'zi haqiqatda bizni o'zbek xonadonining dasturxonida issiq non bilan qaymoq bo'lmasa bo'lmaydi deyshadi. Haqiqatda qiyin bir narsadan davolanish, shifo topish juda ham qiyin, lekin albatta o'sha mutaxassislarning tavsiyalariga rioya qilib, ularning gaplariga kirib, dorilarni o'z vaqtida qabul qilib, har xil losyonlar ham berishadi, losyonlarni o'z vaqtida sursangiz, barchasiga o'zingiz aytganingizdek nima kerak? Sabr, intizom, tartibli holatda davom ettirsa, ruhiyatni tushirmaslik kerak. Parhez. Haqiqatda. Parhez qalay bo'ldi? Qiyin bo'lmadimi? Parhez birinchi oyda sal qiynaldim. Chunki men o'zim shirinliklar pishirib turaman. Bu narsani yaxshi ko'rasiz. Haqiqatda. Ozroq qiynaldim.
yo keyin odam ko'nikib ketar ekan. shifo topaman deb inson sog'lig'i uchun hamma narsasidan hammasiga tayyor. hamma narsaga tayyor bo'ladi Mm. sog'lig'i uchun va bundan xursandmiz. Xursand. Hozirchi masalan shirinlikli ishlar parhezlarda unaqa qiyinchilik bo'lmayaptimi? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam nima? O'sha parhezni buzganingizdan so'ng yana toshib, qichishish bunday narsalar yo'qmi? Yo'q, u narsalar bo'lmayapti. No, o'zimda me'yorimni bilaman. Mhm. Ozroq undan ko'pini iste'mol qila olmayman. Hozir o'sha o'rgandim man u O'sha narsaga. Yaxshi, bundan juda ham Parhez. xursandmiz. Demak, chet el davlatidaligingizda bir hafta orada Uzilish bo'lib qoldi. uzilish bo'lib qoldi va kelganingizdan so'ng yetkazib berishib davom ettirishdi. O'sha kelishimdan bir kun oldin telefon qilganimda, men kelganimda o'sha yetkazib bo'lishgan. Tohirjon, baraka Uyda topsinlar, tayyor uyda turgan tayyor. Ertalab tushgan bo'lsam, o'sha iste'mol qilib davom ettirdim yana. Yaxshi. Bundan juda xursandmiz. Shuncha suhbatimizdan so'ng sizdan yana bir narsani so'ramoqchiman-da. Hozir mana oq dog'lar bilan kurashib kelayotgan insonlarga nimani tavsiya qilgan bo'lardingiz? Hech ikkilanmasdan qomus kapsulasini. Rahmat kattakon sizga. Biz tuzalib ketganingizdan juda ham xursandmiz. Muolajalaringiz tugab, mana shu qo'llaringizdagi dog'lar ham yo'qolgandan keyin siz bilan yana bir suhbat qilamiz. Yana bir fikrlaringizni, xursandchiliklaringizni biz bilan bo'lishasiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Sog' Sog' bo'ling. bo'ling, salomat bo'ling. Mana yana bir bemorimizning hayotlariga nazar soldik. Ko'ryapsiz, eshityapsiz, million pullar sarfladim. To'g'ri, inson o'z sog'lig'i uchun pulni ayamaydi, hech narsani ayamaydi. Lekin to'g'ri, yaxshi mutaxassis topib, u bilan maslahatlashib, sog'lig'ida davom ettirsa, hech narsaga zarar ko'rmaydi deb bemalol ayta olamiz. Faqatgina yaxshiliklarda, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.